Ko'zimda ancha zo'r o'zgarish bo'lganini his qildim. Mana bemorimiz Yaxshiboyev Yosin Smile Pro operatsiyasini o'tkazdilar. Bu kishini operatsiyalarini o'tkazishda mana bu apparatdan foydalandik. Ionmaster 700 apparati bu, Zeiss kompaniyasiniki. Eng so'nggi texnologiya hisoblanadi va astigmatizmlarni aynan yo'qotishda juda ham katta ahamiyatga ega. Bu o'zi tarmoq bo'ladi. O'sha tarmoq orqali apparatda o'lchab Smile Pro'ga o'sha VisaMax 800 apparatiga to'g'ridan to'g'ri o'tkazib beradi va avtomatik ravishda astigmatizmlarni butunlay yo'qotadi. Assalomu alaykum. Mening ismim, familiyam Yaxshiboyev Yosin. Men Samarqand shahrida medinstitut o'qiyman va o'qishim davomida turli xil qiyinchiliklarga duch keldim va bu ko'zdagi zreniyamga bog'liq edi. Va men ijtimoiy tarmoqlarda shu ko'z klinikasi haqida bildim va bu yerda zamonaviy texnologiyalar borligi haqida xabar topdim va bu texnologiya nomi Smile Pro edi. Smile Pro operatsiyaga kirganimda ko'z og'riqlar bo'lmadi va men 2 kundan so'ng klinikaga qaytib keldim ko'rik uchun va men ko'zimda ancha zo'r o'zgarish bo'lganini his qildim. Ko'zdagi zreniyam 100% natijaga chiqqanini bildim va buning uchun bu yerdagi shifokorlarga rahmat aytmoqchiman.